Assalomu alaykum qadrli YouTube platformasida bizni tomosha qilayotganlar va tasodifdan ko'rib qolganlar. Sizlar bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugundan boshlab mana shu kanalda, mana shu ko'rsatuvda sizlarning kayfiyatingizni maksimal darajaga ko'tarishga harakat qilamiz. Shunday ekan, hozirroq kanalga podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying, like ni ham bosing. Endi podpishka qilaman desanglar, ana qo'ng'iroqchani ham jininglatib qo'yinglar, xo'p? Azim aka, lekin biroz yemayapsiz-da. Hop. Hozir men nima qilay hozir? Bilib turman biroz yemayotganimni. Bitta qiz boshlovchi kerak meni yonimda turgani. Tushunib turibman endi. Nima qilamiz? Qiz yo'q-da. O'zimiz o'ramiz, hech nima qilmaydi. Demak, qaysi kameramanga ishlayapti? Shuni Qalayapsiz aka? Shahriy? Nima qilib yuribsan? Bu tomosha qilgani keldim. Ay yo'q, hozirgina o'zingiz aytdingiz-ku, bitta chiroyli qiz bola boshlovchi kerak deb. Da, o'shani qidirib topa olmaymiz-da biz hozir. Azim aka? Ha. Men o'sha chiroyli boshlovchi. Kulmaylar, xafa bo'ladi operatorlar, kulmaylar. Kulma, bo'ldi. Bo'pti, hazillashdim. Ko'rsatuv birga olib boramizmi? Albatta. Salomlashib olasan? Albatta. Salomlashchi. Assalomu alaykum chotki shouning chotki muxlislari. Qo'y. Endi Xo'p, Azim aka, ko'p kutilmagan holda mehmonlarimizni chaqirtirsiz. albatta, demak bizni birinchi mehmonimiz krasavchik, qizlarning ajali, hofiz, aktyor, bloger. Bunda o'ylab qaraydigan bo'lsak, universal ijodkor bo'lib ketdi. Abbos Kamaliddinov. Assalomu alaykum. Orqaga qamab qo'yishdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum do'stim, salomatmisiz? Charchamaysiz, Shahriy. O'rlayvermang, mening ham uvolim bor. Charchamayapsizlarmi? Bitta iltimos bor do'stim. Kelishimdan Yo, iltimos bitta berdi. iltimos. Eng yaqin do'stimsan sen. Shahriy bilan bitta rasm tush. Umrli fanatik. Boy. Bitta rasm tushsam armonim qolmaydi degan. Ya farqi Ne yo'q. aytasiz? Aytmang degandim sizga. Yo'q, to'lov turi karta naqd. 5 mingdan bo'pti. Rasm tush 5 ming. Ya. 500. Nice. Bo'ldi. Ko'kida. Pul yig', rasm tush. Navbatdagi mehmonimizni chaqiramiz, Shahrizoda Xo'p, xonim. navbatdagi mehmonimizni e'lon qilaman. Albatta. Bizning navbatdagi mehmonimiz juda ham samimiy inson, sodda. Haqiqat yo'q bu dunyoda, yo'q, haqiqat yo'q. Izlamang, qidirmang. Mahoratli aktrisa, xullas universal ijodkor Farina Jumaviya. Ha, nimaga? Zo'r chiqdi, sodda yomon chiqdi. Ana, salomlashib. Keling. Assalomu alaykum. Marhamat. Men har kun ko'rib o'rib. Kabinetga kirganda ruxsat so'rab kirishgan-chi. Eng qizig'ini ayting, Abbos. Hayratlandim. Uydagilar yaxshimi? Yana siz. Farina bilan jonimizga tegamiz bir-birimizni. Hayotda вообще bu impas ekan. O'rlayvermang, mening ham uvolim bor. Sizlarda ham shunaqa ekan-a? Sizlarda ham Bizni o'g'irladi, bildida bitta bo'y o'zim. Bizlarniki chem kamroq. Bizlarniki chem kamroq-ku. Sizlarda вообще 2 qarich. Bizlarda 1 qarich. O'sib ketadilar hali. Menga niyat, qilchi niyatni menga yo'za. Demak, ko'rsatuvni ko'tarin kayfiyatda boshladik. Farina bilan ham chiqishib oldik. Endi bir ozgina o'tiramiz. Shartlar bor. Ulardan oldin ozgina o'tirib suhbatlashib olamiz. Bir ikkita savollar bor. Keyin shartlarga o'tamiz. Farina har doim biz savol berardi, bugun bizga savol berishadi. Albatta, qani, o'tiringlar. Marhamat. Qani, marhamat. Tayyormisizlar, ketdikmi? Bular mos kiyinib kelishibdi bir-birligiga. Men senga aytdim. Siz aytgan kiyimingizni kiyib kelmadingiz. To'g'ri kiymadi, katta keldi. Demak, yana bir bor xush kelibsizlar deb qolamiz. Kayfiyatlar qalay? Charchamasdan kiyib oldinglar. Chotki. Adashmasam hozir birga keldinglar, ha? Birga keldinglar. Ha, yaxshi. Bir savollar bilan qiynamoqchimiz. Yo, prosta bilmoqchi edim shu narsa. Savollar bor, mayda savollar. Hammani miyasiga tegadigan, hammamiz o'zimiz ham endi shu kech paytlari mehmonlarga savol berardik, mehmonlar joniga tegamiz. Ijodda nima gap bor? Chotki. Chotki. Hamma chotki. Ko'rsatuvni olib ketdik. Hamma savolingizga chotki deb javob beraman, bo'ldi. Yo, nima yangilik? Yangilik nima? Nimadir qilmoqchimisizlar? Adashmasam Hindi shouda boshlovchi bo'lyapsiz. Ha. Yaxshi. Bundan so'rovdim men. Hindi shouda boshlovchiman desam, yo bitta soni chiqdi deb. Ya men boshida bilmas edim. Storiesni post qo'ydi. Hindcha kiyimda men o'yladim, buni o'sha geroinya qahramon chaqirishdi deb o'ylasam, keyin efirda qarasam boshlovchi bo'lyapti. Aytmabdi ham bir og'iz oldida turardi. Bobur Mansurovning videosi bor, u suv sevib kuyyapti bo'ldi desam. Voy. Zumra pasta surtaymi, achyapti-da.
Olib kelay. Xudo xolasa biz yangiligimiz, xudo xolasa agarda bu ko'rsatuvimiz chotki show ko'rsatuvimiz efir ketguncha balki chiqib qolishi mumkin. Agar chiqmayotgan bo'lsa, shu charos nomli yangi taronamizni boshladik. Meni shaxsan o'zim ijodimda boshlovchilikka bo'lgan fokusimizni sal kamaytirib, bu yoqqa xonandalikka o'zimiz yo'naltirdik. Sizlarga hozir bitta yordam beramiz. Hozir YouTube'ga Charosov qidirib ko'rasizlar. Chiqsa, demak u qo'shiq chiqqan. Agar chiqmasa, tez kunlarda chiqadi. Demak, tez kunlarda Abbosxon Kamolidinovdan Charos qo'shig'ini eshitamiz. Hozir bir 4 qator joylar eshitaylik. Eshitmayman. Davay. Chiqish qayerdan edi? Ket. Ko'zimga qara, sochingni tara, bir nimalar degim menga sen erkala. Ko'nglimga qara, har kun ertalab, kofe damlab uyg'otasanmi erkalab. Qalay? Yaxshi. Keyingi savolga o'tamiz. Sizlar syomkalarda juda ham ko'p tortishasizlar. Aslida hayotda munosabatinglar qanaqa? Muxlislarni qiziqtiradi. Munosabatinglarga nechi munosabatinglar? Hayotda biz Yushganmisizlar nimani? yo'q, qo'ying. Mushmushlarga ishonmanglar azizlar. Ko'pchilik bizni sevishganlar deydi. Kommentariyalarcha eng to'pi, shunga uylanmasang noroziman. Muxlislar yozadi-da bizni kommentariyamizga. Uydagilari ko'rsin. Farinani qo'ldan chiqarmang. Anaqa jiddiy qarash yo'q. Hayotda biz do'stona aka-singil kabi anaqada. Aka-singil g'alati ishlar. Kecha Abbos Opa-uka. Ona bola degan. Yaxshi, yaxshi. Demak, bizda birinchi shart hozir biz sizlarga 10 ta mantiqiy va qiziqarli savollar beramiz. Mana bu oldinglarda turadi. To'g'ri javob topilsa, ting qilinadi. Bosasiz. Kim birinchi Lekin topsa? to'g'ri javobni aytib, buni bosmasdan javob beradigan bo'lsanglar, mumkin emas. Rahmat eshitganinglar uchun. O'zingizlar o'ynaveringlar, men ketdim yo'ldim. O'rtaga qo'y. O'rtaga. Mana. Men o'zim halol bo'laman. Mana. Yo'q, meni qo'lim yetmaydi yo'q. Qiz bola. Qo'llari kalta, mayli. O'rlayvermang, mening ham uvolim bor. Qaranglar. Savolga o'zimiz javob berish yo'q. Birinchi bosamiz. Bosgan odam javob beradi. Misol uchun Farina javob berdi, lekin bosmadi. Sen o'sha javobni olib, buni bosib aytishing mumkin. Javob bilmasam bossam bo'ladi. U mashinalik bo'ladi. Bo'ldi, ketdik, davom etamiz. Ketdik. Davom etamiz. Ketdik. Xo'p, birinchi savol shundan iborat. 14-fevral qanday kun? Zahiriddin Muhammad Bobur bobomiz tug'ilgan kunlari. Hozirgina Abbosda tilini sepib chiqib ketib qoldi. Yo, ozgina yog'li. Bolalikda bilasan, tezdan sepib chiqdi, xuddi shunaqa chiqdi. 1-0. 1-0. O'zinglar hisob kitob qilib turavering. Ham sevishganlar. Yo'q, unaqa emas. Shu javob kutganim sizdan. Ikkinchi savol. Qaranglar, men adashibman-da, 6 ta savol ekan. Montajda 6 ta. Ikkinchi savol. Tayyormisizlar? Yer bilan osmonning o'rtasida nima bor? Bilan. Yaxshi. Men geografiya ketdi hayolim. To'xting. Abbosga savol bering. Quyosh qayerdan chiqadi? Stop. Ko'rsatuvda savol berdi, javob beraman. Quyosh osmondan chiqadi. G'arb bor, sharq bor, janub bor, shimol bor. Ishqil bu tomondan chiqmasa, rasvo bo'ladi qafas. Keyingi Rasvo tugay. O'z javob. Qanaqasi? kayfiyatiga. Aytaman, biz keyin o'zi o'ynab turarkan bular. Uchinchi savol. Birober. Savolni aytaman. Qaysi oyda 28 kun bor? Ham oyda. Yaxshi. Abbosga uxlayaptilar. Yo, men javobini bildim. Abbos yuziga stiker qo'yardi. U qanchalik yuvilsa, shuncha kichrayadi. Yana bir. Qancha yuvilsa, shuncha kichrayadi. Kiyim? Kiyim qancha yuvilsa kichrayadi. Endi ba'zi hamma kiyim ham kichraymaydi. U qanchalik suvda yuvilsa, shuncha kichrayadi. Sovun. Yaxshi! 2-2. Intriga qo'yasizlar. Endi men keldim. Keyingi savol, okean qayerda suvsiz bo'ladi? Savol yozing rosa. Okean qayerda suvsiz bo'ladi? Dengizda. Okean qayerda suvsiz bo'ladi? Ha, men o'zim topib berganim. Davay. Okean qayerda suvsiz nima bo'ladi? Qarina. Quruq joyda suvsiz bo'ladi. Indiya? Okean qayerda suvsiz bo'ladi? Bu savolni lekin javobini topolmaysizlar deb o'ylamagan edim. Okean. Bular tamom. Quruq joyda. Okean o'zi ho'l Qaysi bo'ladi. joyda? Qaysi joyda? O'zi suv bilan to'lib bo'ladi-yu. Yana ro'da takrorlaylik savolni. Okean qaysi joyda? Okean chetida. Kallayni qara ishlagan.
Qattan yo'q. Miyasi ichida nimadir bormi? Mayli, Instagramchilar, mana shu savolga javob beringlar. Yordam beramiz. Nima? Javob o'qib eshitiraman. Okean kartada suvsiz bo'ladi. Xaritada. Bularning kallasiga bizni katta qoyilamiz. Demak, hal qiluvchi savol. Kalingiz bo'lmash ekan, miya yo'q ekan ichida. Yaxshi. Aytaman senga. Tahqirlash. Demak, Boplar, roziman. 6-savol. Oxirgisi bu hal qiladi bu narsani. Dengizda qanday tosh bo'lmaydi? Quruq tosh bo'lmaydi. Yaxshi. Demak, Gucci flip flop. Gucci flip flops, fucking hit your bitch and massage. studiyamizni ko'rgan bo'lsanglar, bu tomonda jazo barabani bor. Ko'p ko'rsatuvlarda barabanni oxirida aylantirishadi. Lekin bizning ko'rsatuvimiz har bitta shart oxirida yutqizgan odam baraban aylantiradi. Misol uchun men tushuntirib o'tsam, qaysidir kamera menga o'tadi. Bu yerda har xil stikerlar bor. Xo'p. Instagramga to'xtaladigan bo'lsak, bu bizning Instagram tarmog'imiz bor. Mana shu Instagram stikeriga tushsa agar, bizning Instagram tarmog'imiz bor, Chotki Show degan, qarachi, o'sha Chotki Showga podpiska bosasan va bir oy turadi. Biroy. Ya. Qanaqasiga? Podpisking bir oy turagan. Tushundim. Ha, balki bunga tushmas. Biza mashinalik qilganmiz bu yerda. O'zimiz qalampir tushsa, albatta qalampir yeysan. Mana bu stiker tushadigan bo'lsa, Abbos senga shart buyuradi. Ha. X tushsa hech qanaqa shart yo'q. Limon tushsa limon yeysan. Agar pul tushadigan bo'lsa, biror bir Pul beriladi. yo'q. Biror bir taniqliroq, xalqimizga yaqin bo'lgan, taniqli bo'lgan odamga telefon qilib qarz so'raysan va qarz olish, berishga rozi bo'lish kerak. Rozi qilish kerak. Xudodan so'raylar, ish qilib tushmasin. Qaranglar, keyin shartimiz yana bir tomoni bor. Agar misol uchun Instagram tushdi, keyingi shartni bajara olmaganimi, yana Instagramga tushsa, Instagramni emas, yonidagi o'ng tomondagisini bajaradi. Oxirida baribir bitta shart bajarilmay qoladi. Misol uchun qaysi shart bajarilmay qolsa, o'sha qolib ketadi, qolgan 5 ta shart bajarilishi kerak. Tushundinglar? Demak, tantanaviy ravishda marhamat. Sekinroq aylantir, sinib ketmasin yana. Abbos aka. Demak, jazo barabanini birinchi bo'lib Farina Jumaviya aylantiradi. Tarixga muhrlanadigan kunlar. Qani? Marhamat. Bismillahni aytib. Yeb to'xtamaydi. Azizlar, sizlarga bitta sir ochaman, hatto Farina menga podpiska tashlaganda. Kecha ko'rdim 9 ta odam, 10-chisi bo'ldik. Voy, muncha emas. Biz bilgan shu kunlar keladi. Qani o'tirib oling. Demak, bizda birinchi shartda Abbosbek Kamaliddinov g'olib bo'ldi va 1 ballni qo'lga kiritdi. To'g'rimi? Boshida yutqizayotgandilar. Comeback bo'ldi. Demak, bizda ikkinchi shart, hozir ikkinchi shartni tushuntirib o'tamiz. Demak, bizda ikkinchi shartni Shahzod tushuntirib o'tadi. Ikkinchi shartimiz shundan iborat. Oldinglarda 10 tadan har xil davlatning bayroqlari turibdi. Shart shundan iboratki, sizlar ham bir-biringizga bittadan bayroqlarni ko'rsatasizlar 1 2 3 sanoqda va kim birinchi ko'rsatilgan bayroqni topadi. Misol uchun sen Birgalikda ko'taramiz. Yo, ha, misol uchun sen buni olasan deb pastroqda bekitamiz, ikkalamiz, buni ikkalasi bo'ladi. Bekitamiz, qiyinrog'ini topib ko'rsatamiz. 1 2 3 ga ko'rsatamiz. Misol uchun Farina seni bayrog'ingni, sen Farina bayrog'ini Kim birinchi qaysi bayroq topish? Red flag. Bolalar yutish kerak. Red flag. Davay. Tayyormisizlar? 1 2 Xitoy ko'rsat birinchi. Yo'q, Farina. Sen yordam ber. Olasan. qo'yib oling. Son. Atalib uston tanlab oldi. Pastroq Buni Bu ham buni biz biladi. tayyor. pastroq tushirib. Men ham Biz tayyor. Yo'q, bu eti O'zbekiston. Yo'q. Day. Bir iloj boricha sal kameraga ham qilib diagonal. Xo'p. 1 2 3. Argentina. Birinchi top. Argentina. Fransiya, men aytdim. Argentina dedim. Yo'q. Fransiya dedim. Replay qilinglar azizlar. Adolat qani? Yo, Bu yerdan boshladi. Xudo ko'rib turibdi. Xudo ko'rib Xudo ko'rib turibdi. Yaxshi bo'ldi. Keyingi bayroq o'tamiz. Mana birini Pastga tashlab qo'yamiz. tushib, Birini pastga tashlab qo'yamiz. tushib. Mana bu yerga beringlar, Men beringlar. men ovuraman. Siz menga beraverasiz. Mana shu soch. Ko'rsatyapsan. 1 2 3. Buyuk Britaniya. Irlandiya. Sen ham top, bu kulib top. Indama. Sal bundoq Indama. ko'rsatishga harakat qil. Indama. Bu nima edi? Geografiya ustozi. Mana qaranglar, men bosh harfini aytaman. Buniki M, buniki T. M da. Makedoniya. Yo'q. Makedoniya. O'rin naxirdi mana yaxshi. To'xtanglar. Bu Makedoniya o'sha. 1 2 3 ga topolmasanglar, o'sha 1 2 3.
Meksika, Tailand. Meksika? Meksika. Bo'ldi. Nimaga? Eng osonlarini tanlab qo'ygansizlar. Nima pul berdingizmi? Hammasini biladi. O'zi sen kelishingga Nega pul oson? oldim. Nega Afrika davlatlarining bayroqlarini qo'ymadinglar? Afrikani men bilaman. Hammasinimi? Hammasi oson. Bu ham oson. Uyushtirgan bo'lib qoladi. Yo'q, yo'q. Hammasi oson. Bir, bo'ldi, endi bar ko'rsatish kerak. endi ilojimiz. Bir, Ataylab qo'ygansizlar. Ataylab qo'ygansiz. Ketdi. bir, To'xtanglar, tanlaganim yo'q hali. oradan yillar. Bir, ikki. Qanday chiqing? Yaxshi. Davlat universitetida Normal emas. Ayo, buni ham topadi. bo'ldi. Mana shuni qo'y. Yo'q. Uchkurga aylanib bo'ldik bayroqlardan. Boshqa bayroq qolmadi. Alishtirmayapti. Ata, buni ham topadilar. Aytadi. O't, ana shuni ko'rsa. Bo'lmasa men buni qo'yaman. Okey. Uchinchi kirish. Все, buni teskari. Ayo, bunaqa Bo'ldi. 1, 2, 3. Farina bo'laqa. Teslab oling. Ko'rsatib qo'ydi. Men qaraganim yo'q hali men. Bizani Sabrli ketarlar. bo'linglar. Tayyormisizlar? 1, 2, 3. Kanada. To'g'ri, mayli, o'yin tugadi. Bu qaysi? Sizlar ataylab qo'ygansizlar. O'zi bitta qiyini bor. O'zi bilarmidi? O'zi bilarmidi? Shri Lanka. Bilarkan, rostdan aytdim. Shri Lanka. Nimani bijirim ko'rgan bayroqni oldi. Ko'p ko'rganmiz bayroqni. Aka, atizdan qilgandek qilib bo'laylik. Hammasini Shunda ham biladi. bunga aytdim, alishtirdi. Demak, hozircha hisob 1-0. 1. Qanaqa 1-0? Men 1-1 bo'ldi. Tailand. Ha, voy uzr. Bular topdilar, men Kechiringlar. Kechiring. 1-1. 1, 2, 3. Germaniya. Braziliya. Mana sen oson bu ham, qiyin emas. Germaniya. Yo'q, 2-1. ular просто anaqa to'xtab qolyaptilar. Da, To'xtab. sraz Ular jo'di. anaqa o'ylashga vaqt qoldiryaptilar o'zlari. Bo'ldi, men almashtirmayman. 2 yu Nima chiqsa? 1. 1, 2, 3. Koreya. Uzoq topdi. Yaponiya bu. Topamadilar. Kechirasiz, topamadilar. 2-2. Nima dedilar? Koreya dedilar. Koreya deb. Yaponiya. Endi ozgina. Demak, Bo'p turadi. 2-2 mi? 2-2. 1, 2, 3. Amerika. Bilmayman. Bilmaysan? Indoneziya. Indoneziya. Yo'q, bilmayman. Muxlislar ko'p Indoneziyada. Ikkita ketib qoldi. Demak, Aman. demak 3-2. Kimda Aposta 3. Bunda Osonlar qoldi. 1, 2, 3. Ketdi. Men ko'rsatib qo'ydim. Hoch. U bilmaydilar, yo'q. Bilmayman bari. Bilasan? Bilmayman. Bilasan? Ekanmi? Hoch ketdik. 1, 1, 1, 2. Yo, shaxsiy. 1, O'zbekistonda 2. ko'rishga. 1, 2, 3. Xitoy. Ispaniya. Espanyola, hola. Kimsa o'ylab tur, ko'rdingmi nimaligini? Alishtirmayman deb va'da bergan. Arshtir bo'ldi. To'ru. Arshtir bo'ldilar. 4-2. 2. Oxirgi ikkita imkoniyat. Oxirgi ikkita imkoniyat. Topsang yutasan, topmasang Siz bir Ketdik. bo'ling, davay ketdi. 1, 2, 3. Indiya. Iron. Voy, o'zingiz Iran deb aytdingiz-ku. Iran. Bu atelab yutqizib Oxirgisini Marindaga beramiz. 1, 2, 3. Turkiya. Xo'rlayvermang, mening ham uvolim bor. Kulib qo'ydik. Borgan davlatlarimiz. Demak, bu shartimizda ham afsuski Farina Jumaviya yutqizdilar va yana barabar. O'rtoqchilik qilishdi. Azmaka. Davay, qani joyimizga o'tirib olamiz. O'rtoqchilik emas bitta. Demak, yana bir bor barabarni Farina Jumaviya aylantiryapti. Ikkinchi marta, bu ham tarixga kiradi. 5 marta aylantirsa ham bos. Qani, marhamat. Oh, juda tez. Yaxshi. Bir marta ko'rsatdi menga limon yedirdi Farina. Nechta ish kerak? Dunyo, bitta dona. 5 ta emasmi mabodo? Farina davleniya tushib ketdi. Tarqotar ketmaylik. Demak, marhamat Farina. Po'choq bilan yesa foydali, umuman kasal bo'lmaysiz. Qani? Bu bo'lmaydi. 3 marta tishlar. Kattaroq. Voy, yoqarkan-da. Voy, reaksiyalar ham o'zgargani yo'q. Voy, biz ko'p narsa kutgandik bu shartdan. Hozir Farina, yo'q, kerak emas. Qo'yib bersa hozir oxirigacha yeb o'tirasiz. Reaksiya ham o'zgargani Qara, yo'q. bos bunda shu yeysan-da, bunda og'zini ochib turib siqib yeysan. Неприятный bo'ldi. Farina shu sizniki uyga olib ketaverasiz. Ovqat payti gapirilmaydi, yeyilayotgan.
Tushundinglar? Gapirmaydi. Jimila Farina ovqatlanyapti. Sizlar ham jim o'tiringlar. Gapirmanglar. Uyda 10 ta bolasi bor odam jim turib telefonga qarab. Hazilim yedimi? Chiroyli limon yeyish san'ati. Pichoq olib kelaymi, pichoq bilan. Hurmatli yurtdoshlar, kimda kim limonni chiroyli yeyishga yozilsanglar bo'ladi mana. Yozilsanglar. Bu qishloqda shunaqa men to'garak yozib qo'yinglar, yozilsanglar. Bo'ldi, yetadi. Cho'ti yoqib qoldi senga. Farina limonni yoqtirishini bilsa. Farina ostiga yeb. Bizda ikkinchi shart ham o'z nihoyasiga yetdi va ikkinchi marta jarimani Farinaxon bajardi. Limonni yaxshi ko'rar ekanmiz, boshqacha narsa kutgandik. Endi esa navbat 3-shartga. Marhamat. Demak, bizda 3-shart shashka o'yini hamma biladi, to'g'rimi? Shashka va Biz unaqa shashka o'ynab, miyelarni qizdirib o'tirmaymiz. Hozir dondozlik o'ynaysizlar. Yutgan odam birinchi chertadi. Men chertishda. Men beshin. Yo'q. Chertadi, kimni toshi mana shu anunda qolmasa, stol ustida qolmasa, o'sha yutadi. Igraf Kalmaraga ideyasini olinglar. Kuchli ideya ekan. Bir paytda bundoq chivon qotib tashlab, bo'pti o'ynaamiz. Davay, kim birinchi? Qani dondozlik, marhamat. Farina bilan biz ko'p o'ynaganmiz. Ketdi. Ham psixologik. Sen yig'ildi qo'limdan bilib. 1, 2, 3. Dondoziki. 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 Kel, bittasini chertadi. Bittasini chertadi. Nechtasini chiqaraveradi. O'zinikini chiqaraveradi. O'zingnikidan bitta chertasan, nima tipa? Tushundim. Bowling. Voy, tushundim. Garang emas shuni. Davay, qani 1, 2. Sen hammasi terishing shart emas. Yo'q, tegmanglar. Hammasi terishing shart emas. Yaxshi. Mana shunaqa, pastdan. Yaxshi. Yaxshi. Xo'p. Bir qaytarib olaman. Yo'q, qo'y. Yo'q, joyi Ketdi deganim. chiqib ketdi bu. Bo'lgan emas. Bu chiqib Mana ketdi. shu tabloda turaveradi. Oxirida agar buni ustida Men qolmasa, qanaqa olib turibdi? turamiz. Yo'q, turibdi. Yo'q, qara mana. Mamdo. Yo'q. Mana mamamda turibdi. Yo'q, Bas mayli. sistemasi. Xo'p, 1, xo'p. 2. Yaxshi. O'rniga qo'yib qo'ydilar. Kallangizda chiqarib ol xonani borib qaytarib. Aldayapti. Fitna qilyapti, shu o'zining yo'q qilyapti. Farina bu o'ylab o'tiradigan chertish kerak, tamom. Yaxshi, ikkita. Bitta-ikkita. Yana bitta-ikkita. Aynan oxir. Vo. Oxirida ularda qoldi bitta. Afsus. Xudo xayr. Hota, bormi? Tam bo'lyapti. Qara, 1. Bugun to'g'ri chiqib qolib. Yo'q, endi yo'q. Endi stolda. Marhamat. Sizda imkoniyat bor hali. Voy, qanday to'rtta? O'zi ham sho'rayapti yetishga. Tan olasan bitta qizganing? Qochmasang. Farina, ketdik barabarga. Farina, bor. Men o'sha yerda kutib Qara, o'tiribman. hozir qara. Mana shu shotdan zarba bersang, mana buni o'rtasidan tegsa, ikkitasini chiqarib olish mumkin. Qanaqasi ikkitasini chiqarib yuborish mumkin? Azimjon strategiyalar. Qara, hozir qara. Taktika qilib yubordingiz-ku. Da, tushun. Bunaqa chertish. Jim tur. O'yinglar oxirisi. Mana to'xtang. mamamda chertsangiz, Mana ikkalasi chiqarib yuborasan, keyin Abbos saniga mo'ljallash bor. Noto'g'ri mo'ljallash. Mo'sh вообще yo'q qilib yuboraman hozir. Day, 1. Kutilgan daqiqalar. Day. Yaxshi bilyard o'ynagan. Yaxshi, ikki. Ruben. Davay. Iltimos. Nega g'irov qildinglar? Birinchi shaxs mayli, xo'p. Nima? Birinchi shaxsni shashka stolda yutuvdimmi? haqqoniy bo'ldi. Yo, men uni senga ham komfort bo'lsin. Bo'ldi. Men yutdim. Xafa bo'lmang. Ketdik, barabar aylantiramiz. Demak, Demak, 3-shartimizda Abbos Kamoliddinov yutqizdilar va barabarni aylantiradilar. marhamat. Agar qara Abbos limon tushsa yonidagi Ya unisini tushundim. qalampirdan Qalampir tushasa, Bo'ldi qalampir. menga. Qolganini bajaramiz. Duo qo'yib eslatib o'tamiz. Instagram. Qalampir bu tomondagi-yu. Bu tomonga tushadi, chunki Instagram bajarildi. Demak, ketdik. Marhamat. Qo'shni. Marhamat. Tanlashtirik. Yo'q. Umuman aytishga qilmayman akkauntinglar pastga qo'ying. O'rtoq repost pul o'qib beraman.
hurmatli kuzatuvchilar, 3-shartimizni Abbos Kamoliddinov yutqizdi va qalampir yeyapti. Sabr toqat tilaymiz. Endi afsuslanib Nayni ko'rsangiz. olasiz kerak shu yerda. Qani bismillohni aytib, qani. Men o'zi yaxshi chiqishmayman-da. KFC'da achchiqlan bir yerda. Ataylab qo'ydikda, yaxshi chiqmasligingiz bo'ladi. Farinaga yoqar ekanda. Zaharni kesadi. Oh, oshina, eng achchig'ini oldim. Achchig'ini olib keldinglarmi, ish qilib yoki achchiq emasinimi? Ishga xotirjam. Yo, hidi chiqdi, achchiqdi, hidi prikin. Sheriging shunaqa qiyinlasa maza qilasanmi? Yo'q, maza qilmayman. Jimina o'tiribman. Jimina o'tiribman. Глаза никогда не врут. Hammasi yaxshi. O'zbachga beringlar. Chiqini chiqarib olasan. Limon olib kelgan. Cho'nikadir aytdim. Limon olib kel. Mana mashdan ketyapti. Osh bilan yesam unaqa emas edi-yu. Limonni po'sti bilan yomayman. Endi nima qilaylik endi? Tishlasang tishla. Po'sti bilan yeyman dedi. Demak, bizda 3-shart ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa navbat 4-shartga do'stim. Qani turamiz, marhamat. Demak, biz 4-shartni boshlaymiz. Stol ustida 10 ta stakanchalar turibdi va ularning ichida faqat 5 ta donasida tennisning koptokchili bor-ku, shu sharikchalar, o'shalar bor. Donozga galma-galdan o'ynab, kim ko'proq sharikchani topish. Kim kamroq topsa, yana baribir aylantiradi. Kim ko'p topsa yutadi. Kelishdikmi? Qani donozga marhamat. Don, Ziki. Yaxshi Abbos. Yaxshi, bitta. Birinchi urinishdan Ketdi. Qani bir, keyin 3 donozga. donozga. Yanami? Ha, hamma. Buni biya. O'yin İyi yaptın. Jiyanchalar o'ynaydi. Ketdik. Don Ziki. Yana. Oo! Sen böyle ko'rinyaptimi? Yo'q. Hech nima ko'ringani yo'q. 2-0. Don, Ziki. Boshqa nimadir biladim, men ham bor. Davay, 1, 2, 3. Yaxshi! Yaxshi. Ber. Va nihoyat. Don Ziki. Yaxshi. Oy, qani? Soski. Don, Ziki. Yaxshi. O'ynamayman dedim. Oyimga chaqiraman. Voy, varinglar nima bo'lgan? Hop. Ketdik. Don Ziki. 3. Baribir ikkitasini topsa ham men yutdim. Oxirigacha o'ynab qo'yaylik biz. Abbosiga duo Biz intrigan ushlamoqchi edik. Ketdik. Don Ziki. Don Ziki. Nima bo'lgan? Yaxshi. Uchurim. Davay, ol. Don Ziki. Don Ziki. Farina burada boshqa narsa qilib ko'r. Hozir qara. Qaranglar, bu yerda vaziyat 3 ta bo'lsa, ikkitasida bor, bittasida yo'q. Yo'q, ikkitasida. Ikkitasida bor, bittasida yo'q. Agar hozir yana yo'qni topsam men bilmadim. Yutqiz uchun kelgan bo'ladi. Ot bor o'tdingmi? 3 ta. 1, 2. Yaxshi. Qaysi bor ekan? Farina bugun ozgina omad kelmayapti. Buni to'g'ri tushunsa bo'ladi albatta. Ko'rsatuvingiz qiziq chiqish uchun qilyapman. Men bitta narsa Farina. Hammasi menga tushib bitta qalampir sizga tushsa men rozi edim borku hamma shartga yutqizishga. 4-shart ham o'z nihoyasiga yetdi va baraban aylantiramiz. Marhamat. Ketdik. To'rtinchi shart ham o'z nihoyasiga yetdi va bizda barabanni Farina Jumaviya aylantiradi. 3-marta. 3-marta. O'ng tomondan keyingisi hisoblanadi. Voy. Qarz so'rash. Kimdan qarz so'raymiz? Eng taniqli, kontaktingizdagi eng Yo'q, taniqli hech odam kim bo'lishi taniqli kerak. odam yo'q lekin. Abbosga Kamoliddinga qo'y. Taniqli odam yo'q. Kim bor? Hozir ko'ramiz. Xohlasang men bironta san'atkor aytishim mumkin. Yo'q. Unda siz biror bir kontakt Ya bering. endi misol uchun buni svязь bo'lgan joyda Ulug'bek buniki bo'lmaydi. Nima qiladigan bo'ldik? Hozir Farina Jumaviya ozgina bizni shartimizdan olyapti, chunki qarz so'ramagan ekan hech kimdan. O'g'il bola emas-ku, to'g'ri bos bilmaydi. Biz ham o'sha edik, hozir rostdan olardik o'sha pul. Demak, hozir Farina ozgina shartga o'zgartirish kiritishni iltimos qildi va o'zgartirish kiritdik. Nima qiladigan bo'ldik? Hozir shart o'zgartiramiz. Aha. Meni telefonimdan bir kontaktga qo'ng'iroq qilamiz san'atkorga.
Va Farina o'sha insondan ko'rsataligini tushuntirgan Qaysi holatda. san'atkorga? Ulug'bek Yo'lchiyevichga qo'ng'iroq qilamiz. O, mayli. Qani? Rad berarmikanlar qarz? Bilmadim, menga bermadilar. Shunda san через Farina ovoz. Albatta. Yaxshi deya. Menga ham so'ra. 100 ming so'ra. Voy, KFC qani? yeymiz 100 ming so'ra. KFC'ni pulini Mana men chiqarib gapirmayman. Sen bormaysan? Bitta narsa aytamiz ma'lumot uchun. Boraman. Ulug' akam yaxshi ko'radilar bizning kursimizni, ijodimizni. Farinani demak taniydilar. Hozir Farinaga Allo, assalomu alaykum. Men Farinaman, Ulug'bek yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Omonmisiz? Shu hozir yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Shu desangiz biz xos ko'rsatuvdamizda. Endi menga shunaqa shart tushdi. Sizdan qarz so'rashim kerak ekan. Qarz? Ha. Ulug'bek aka, assalomu alaykum. Biz hozir chotki show ko'rsatuvdamiz, mehmonda. Shart tushdi, siz hozir Farinaga kartasiga kamida eng minimal summa 50 ming so'm karta qilib berishingiz kerak. Bolalarga aytib tashlaveradi hozir. Demak, Demak, pulga qarz javob berasiz. Beraman, bemalol, nimaga? Men so'rasam bitta qo'shiq tekinga bermaysiz. Farinaga pul ber. Odam podam emas, qarang. Aytdim, agar sen ayol kishi ko'rishida so'rasang, senga beraman. Yaxshi. Farinadan sizga tashakkurnomalarni eshitishingiz mumkin. Rahmat kattakon, sog' salomat bo'ling. Maza qilib KFC yeyman. Yaxshi kunlaringizga qaytaraman. Bo'ldi, takrorlay taqiyman. Bo'ldi. Sog' bo'ling. Screenshotini aytinglar, biz anaqa efirga qo'yib beramiz, tashib beramiz sizga, qo'yib yuborasan. Sog' bo'ling Ulug' aka. Sog' bo'ling. Qoyil. Bajarildi. To'xtanglar, kartamni tashlab yuboraman Ulug' aka. Mayli. Demak, Abbosni fitnasini sezgan bo'lsanglar, bu yerda shartdan unumli foydalanib, hozir benzinga pul chiqarib oldi. Yaxshi deydi. Gazga. 150 ming so'ra. La ты крыса! Ulug'bek aka, agar mana shu ko'rsatuvni ko'rsangiz, mana qani, сообщениеңiz? Ochib bering. Gramida. Xullas Abbos ekan tashadi. Yo'q, to'xtang. Avtorit. Menga emas, o'zlarini kartalarini tashlab yubordi. Ammo hammasini tashlab beraman, bo'lmaymiz. Hazil qilib aytolmay turing, nima qildim? Yaxshi. Demak, bizda 4-shart ham o'z nihoyasiga yetdi. Navbat oxirgi 5-shartga. Qani ketdik. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, bizda 5-shart, hal qiluvchi shart. O'zi hal bo'lgan hammasi. Lekin hozir qaranglar. Qaysi rang tanlaysan? Qizil. Qiz bola. Nimaga qizlikka Qiz tanlov bola berasizlar? qizilni tanlaydimi desam, mana. Farina agar qizil bo'lsa, Tillaring. Hozir qaranglar. 1-2-3 ga biz sizlarga ketma-ket kara jadvaldan savol beramiz. Misol uchun bir marta bu. 1-2-3 deganimizcha javobni topsanglar topdinglar, topmasanglar 3 marta bor anoninglar bilan, havoyinglar bilan ishirasizlar. Tushundinglar? puflash kerak. Puflash kerak. Qancha puflash topolmayapti. Demak, tayyormisizlar? Xo'p. Birinchisini men beraman. Kimga? Hozir bir daqiqa. Ulug' aka. Ulug' akam qaytib qoldi. Tushdi. Hozir tekshiramiz. To'xtang, hali tekshirmadik. Перевод на карту 50 ming so'm tushdi. Gap. Farina, gaping nima? Ulug' akam. Abbosga tashladingiz, shuni bilib qo'ying. Aka, baribir qo'shiqqa qaytaraman. Sog' bo'ling, rahmat. Ana, aytdim-ku, Ulug' akam bajaradilar. Lekin addushi bratga hurmat cheksiz, chunki o'zlari qaytib chiqib, Ha, kimgadir pul kerak bo'lsa, Ulug' akam nomerini qoldiramiz. Vaqtida bo'ldi. demak, shart tushundinglarmi? Shart tushundinglar, ha? Birinchi kim bo'lishini Donozki orqali aniqlaymiz. Eng oson yo'li shu. Charchadinglar Donozkini. Don, Ziki bo'ldi. Abbos birinchi. 8 kara 8. 36. 1-2-3 ga sanaysan? To'g'rimi? Bo'ldi, kerak. 38 kara 8. 8 qo'shib 16 bo'lyapti. 8 8. Chipizm. Qani 3 marta. Biz bitta sir ochaylik, demak bu shartda ikkalamiz ham shart puflashganmiz. Bunda qani kim bilan yorilishdan deymiz. Kimniki birinchi? Ha, 3 marta bor havo bilan. 1. Hozir bittada portlaydi. Bo'ldi, bitta yetarkan Azmaka. Yo'q. Bitta yetar, lekin Yetar, yaxshi ketyapti chunki. Men xona qo'ydan o'zgartirmayman. Yaxshi. ketdi. Yana men past o'tirib bundan qo'yib yuborib o'tirish bo'lmasin. Hop, qisib turing. Sharnikni qisib turing. Donozga o'ynaymizmi? Yo'q, bo'lmaydi. Endi san. 7 kara 8. 1 2 3 49. Kallangizga qoyil. 56.
Marhamat. Xalqimiz ko'ryapsizlarmi? Karina kelishgan holatda faqat puflab yorib qo'ya olaylik. 1 2 nafasdan. Ya oxirgisi bo'lmadi lekin. Bo'ladi. Bo'lmadi lekin qani? Keyin ko'rsat. Juda ham oson. Juda ham oson. 2 kara 3. 1 6. 2 Yaxshi. Shunga o'ylandim lekin. Qani? Xo'p. 4 kara 8. 1 To'xtanglar, tavba qildim. Da bir o'ylaylik. Ozgina, hurmatli bilimdorlar. Topganingda ushlaydi. Xo'p, ketdi. Boshdan. Necha edi? 4 kara 8. 28. 2 3. Bo'ldi. La, yaxshilab. Ya yaxshilab pula lekin. Ha, insof bilan ozgina iymon. Iymon. Ya, Bittada. sen unday qilmayapsan. Buni qara, seni 3 marta ishirgan buni. Endi o'g'il bo'ladi. Yaxshi. Xo'p, keyingisi Abbos. Saniysan. Tez-tez 5 kara 4. 1 20. Ya, İşte sana topdim. bo'ldi. Ya, topdim. Insof bilan bo'linglar, insof bilan bo'linglar. 3 ga kelmadim-ku, 2 da topdilar. Mana Ikkita 2 topdi. 3 deb. Shahriy sanadi menda, yo'q, 20. Akam men yonlaridan olib. Xo'p, Farinaga navbat. Farina shari hech qachon portlamaydi ketishdi. Qani? 4 kara 9. 1 2 U to'xtanglar. bo'pti, xo'p. Biz O'ynashga yordam. aylanib kelaylik ko'chalarni. 1. 46. 2 46 mi? 36. Necha deyapsizlar? 4 kara 9. Просто bizga noto'g'ri 4 kara 9. 4 kara Xolis, 46 qanaqa Voy, qilib? to'xtang, 4 katta-yu. Va xayolim, voy. Da. Freng. Sizni hayolingizga. Insof bilan. Yo, ichimda 3 Bo'ldi, marta bo'ldi, mana mana shunaqa qilaman. Unda qo'yinglar, biz yig'ishtirib keta qolaylik, o'ynamay qo'ya qolaylik. Bo'pti, men paqilab beraman. Faqat bersin. Buni o'lsang ham topolmaysan. Ketdik. 9 kara 9. 1 2 3. 81. Tuflang brat. Xo'p, sportlaydi. 2 3 yaxshi. Xo'p, keyingisi. Xo'p, avvalo. 7 kara 5. 1 1 2 To'xtanglar. 7 kara 5. 45. 35. Mana adashtirdim, mana bilaman. Men 45 deb o'yladim. Shu uchun yana bosishiradi, davay. Voy yurak. Shart tugadim. Men o'ynamayman, sizlar xurob Yo'q. qilinglar. Bitta gapda. San'atkorlar kara bilan qiynab bo'lmaydi. Abduhamid Mehridinov ismimizga tushadi. Biz sizni kursga chaqirishdan oldin universal ijodkor dedik. Universal Matematik inson dedik. deylar-ku. Universal inson dedik. Universal degani hamma narsani bilish kerak degani. Hech kim universal bo'la olmaydi unda. Demak, bu shartimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Nayit. Yaxshi. Endi Farinani ismlarini aytayotgan paytim, yaxshi. Baraman oldiga. Gentlemenlik. Olyapsanmi? Demak, ikkita shart qoldi. Qaranglar. Bu yerda hozir shart yo'q va sherik shart berish qoldi. Misol uchun bu tushda Farina shart beradi. Voy uzr. Bu tushda hech qanaqa shart yo'q. Ketdi. Voy, hozir sindirasan, shuni ham. Keyin ko'rsatuvlarga Sen yo'q. keyin ko'rsatuvlarda yo'q. Demak, Abbos Kamoliddinovga sherigi shart beradi. Farina Jumaviya, marhamat. Xohlagan ishini qildirishing mumkin. Ko'rsatuv davomida hamma alamlaringni hozir olish imkoniyati bor. Adashma. Shoshma. Qarshi so'rattirishingiz Men seni ko'ryapmanmi? Farina, qarshi so'rattirishingiz ham mumkin katta odamlar. Katta odam. Yo'q, oddiy shart beramiz. O'ylangizlar top yog'i. 100 ta ajrimani. Nima deyapsan? Dadam qildirmaydi. Bo'pti, kelishtir shuni 100 ta ajmani sal kelishtir. 99 ta. Yaxshi. Qizga olib chiqsang bo'larki. Bo'pti. Istaq berayim. Davay. Marhamat. Davay. Olg'a. Borichi. Faqat sportivniy Azmatga qilamiz. to'sib qo'yasiz. Ya'ni qaranglar. Bir holatda tushib chiqib oxirigacha chiqsa, u oddiy holat. Sportivniyda bilasizlar. Da, bilamiz, lekin shu uchun qara, bunaqa qilish oson-ku. Toza 20 ta qilib bersang ham bo'ladi. Shunaqa qilib shart beraylik, что mana bunaqa qilgandan keyin kommentariyada hammasi asiydi. Nima qilyapti ana u, jemmasi bu, bunaqa tortilmaydi, u yo'q. Ha, bo'pti, Shu uchun haqiqiysidan 20 ta qarab. Demak, Abbos Kamoliddinov Farina Jumaviyani shartini bajarmoqda. 20 ta haqiqiy ajmani sportsmenlar baho berasiz. 30 ta dedik. Yo'q, 20 ta yetadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27. 30. 30. Sizlar oxirida oyoq bunday ochilib rakat tutdi. Bonkalar. San qila olmaysizmi Shabirga? San qila olmaysiz. Keyingi safar bironta ko'rsatib bironta shart tushsa 50 ta. Ustanichi, sportsmen ham qilichga qiynaladi, toza qilishga to'g'risi. Demak, shunday qilib azizlar, 5-shart ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa hammamiz bir qator turib olamiz. Qani marhamat. Bugun terlaydigan kun. Demak, shunday qilib aziz yurtdoshlar, bizni bugun ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. 3-2 hisobida Abbos Kamoliddinov g'olib bo'ldilar. Uni qo'ya olmaymiz chunki YouTube afterski beradi. Demak, sovg'amizni qani marhamat. Sovg'a ham bor. Ichini ochma. Uyga bor ochasan. Mana. Gul deb qara, kalasiga. Bular niyat qilgan ekan Farina ko'rsatuvni tushunish uchun sovg'ani Farinaga moslabdi. Lekin men shu gulni har doim men bilan birga ishlab kelayotgan, ba'zida xarakteri ko'tarib, shu birga ishlab menga chidab yurgani uchun shu Farinaxonga kelindik shu gulni. Marhamat. Yo'q. Shahriga berib. Xursand bo'lsin, endi boshlovchi-yu, baribir. Demak, sizlarga alohida rahmat aytib qolamiz. Ko'rsatuvimiz kelganinglar uchun rahmat, yo'dmaganinglar uchun rahmat. Fikringiz qalay bo'ldi? Avvalambor taklif uchun juda minnatdormiz, juda xursand bo'ldik. Xudo xohlasa eng nomerading ko'rsatuvlar o'sha nomiga o'xshab chotki shou bo'lishini tilakdoshimiz. Rahmat joningiz. Xudo xohlasa menimcha tomoshabinlarning kayfiyati ko'tarilgan bo'lsa biz xursandmiz. Ko'rsadagi shartlar hammasidan biz rozimiz. Qalampirdan tashqari hammasi zo'r bo'ldi. Qalampirda javobini kechqurun berasan. Qani Farina fikrlar? Zo'r, kayfiyatlarimiz ko'tarildi. Savollar qiziqarli, shartlar juda ham zo'r. Bardavom bo'lsin, sog'-salomat bo'linglar. Nimaga birinchi ko'rsatuvimizga sizlarni aytganimiz bilasizlarmi? Birinchi ko'rsatuv har doim qiyin bo'ladi. Chiqishib olish, kirishib olish, misol uchun noto'g'ri savol berib qo'yish mumkin. Shu sizlarni yaqin olib, shu hazillarimiz ko'taradi, gaplarimiz ko'taradi deb sizlarni aytdik. Do'stni do'st ekanligin ishing tushsa bilarsan. Abdushi, rahmat. Jigar yurakdasiz. Shunday qilib bugun ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizni qo'llab-quvvatlashni, yana shunday ko'rsatuv chiqishini xohlasanglar, kanalga podpisatsiya tugmasini bosinglar, laykni bosinglar, qo'ng'iroqchani ham ding'illatib qo'yinglar. Shunday qilib yana ko'rishguncha sog' bo'linglar. Omon bo'linglar. Katta rahmat. Demak, shunday qilib aziz yurtdoshlar, bizni bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bitta qilib tushdimi, hech nima qilmaydi. Demak, Emas, umr Yur muhabbat bulog'idan suv ichamiz. Bir oshamiz, yalang oyoq suv kechamiz. Qoshlaringga mana shu ko'rsatuvda sizlarning kayf qizlarning ajali. qoni ko'zimga qara, sochingni tara, bir nimalar degin menga sen erkala. Ko'nglimga qara, har kun ertalab, kofe damlab uyg'otasanmi erkalab. Charos, 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 aylanayin onang qan o'zimga mas. Charos, 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 aylanayin onang qan o'zimga mas. Ko'rsatuvimiz homiysi Karat foto studiyasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.